Siz yaxshi ko'rgan insoningizni deb nimalarga qodirsiz? Kanmaru ismli bu yigit ota-onasi o'lgandan so'ng o'zining kichkina singlisiga qarirdi va singlisi doim kasal bo'lgani uchun Kanmaru oldiga maqsad qo'ygandi, "Men обязательно vrach bo'laman" deb va u o'qishga kiradi. O'qishga kirgandan so'ng intern bo'lib больницада ishlay boshlaydi va uni yaxshi ko'rgan qizi ham bor edi. Uning ismi Jihi edi. Jihi jurnalist bo'lishga juda ham qiziqardi va jurnalistika sohasiga institutga kiradi va bir kuni Kanmaru больницада intern bo'lib ishlayotganda o'zini yaxshi ko'rgan qizi Jihini televizorda jurnalist bo'lib chiqayotganini ko'rib xursand bo'lib ketadi. Ular yoshligidan birga o'sishgandi va Kanmaru Jihiga doim yordam bergandi. Lekin afsuski bir kuni kechqurun Kanmaruga Jihi telefon qiladi va uni aytishi bo'yicha bir inson unga tegajonlik qilgani uchun qiz uni o'ldirib qo'yganini aytadi va Kanmaru u yerga yetib boradi. Yetib borgandan so'ng qizga qarab, "Men hamma aybni o'zimga olaman. Sen bu yerda hech nima qilmagansan" deydi va jinoyatni o'z bo'yniga oladi. Shundan so'ng Kanmaruni qamoq jazosiga mahkum qilishadi va oradan bir necha yillar o'tib Kanmaru qamoqdan chiqqandan so'ng Jihini topaman deb uni yoniga borganda, afsuski Jihi bir boyvachcha odamga erga tegib ketgandi. Buni ko'rgan Kanmaru esa o'zini qo'yishga joy topolmaydi va qizdan qasos olishga qaror qiladi. Sekin-sekin u Jihi tekkan oilaga yaqinlashib boshlaydi. Bu doramani agar siz melodrama, drama janrini yoqtirsangiz, обязательно ko'ringlar. Aytgancha eng sara filmlar, dramalar, seriallar uchun Kinoteatr kanali va mening Instagram akkauntimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Dilbar.